Bugun Sirdaryo viloyati Savdo-sanoat palatasida tadbirkorlar va fuqarolar bilan ochiq va samimiy muloqot bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov, viloyat prokurori Savid Immatov hamda Adliya boshqarmasi boshlig'i Jahongir Zohidov ishtirok etib, tadbirkorlar va aholi tomonidan bildirilgan murojaatlarni tinglashdi. Uchrashuv davomida tadbirkorlar o'z faoliyati davomida duch kelayotgan masalalarni to'g'ridan-to'g'ri aytishdi. Kimdir ishlab chiqarishni kengaytirish uchun yer masalasini ko'tardi. Yana kimdir elektr ta'minoti yoki infratuzilma bilan bog'liq muammosini aytdi. Ayrim tadbirkorlar kredit olish, hujjatlashtirish yoki faoliyatni kengaytirishda uchrayotgan qiyinchiliklar haqida fikr bildirdi. Muloqot ochiq va amaliy ruhda o'tdi. Har bir murojaat diqqat bilan tinglanib, ayrim masalalar shu yerning o'zidayoq muhokama qilindi. Muammolarni tezroq hal qilish bo'yicha mas'ul idoralarga aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, uchrashuvdan so'ng 20 ga yaqin fuqaro uchun ham shaxsiy qabul o'tkazildi. Qabul davomida aholini qiynayotgan turli masalalar, ish bilan ta'minlash, uy-joy, ijtimoiy yordam va boshqa muammolar yuzasidan murojaatlar tinglandi. Har bir murojaat yuzasidan mas'ullarga tegishli vazifalar yuklatildi va masalalarni hal etish bo'yicha amaliy choralar belgilandi. Bunday ochiq muloqotlar tadbirkorlar va fuqarolar muammolarini joyida eshitish va ularni tezkor hal etishga xizmat qilmoqda.